Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı Germaniya hökumətindən 2022 yıllık Beijing irqi qırğınçılıq olimpikini diplomatik boykot qilishni talab qilish maqsadida 2022 yılı 1 ayının 4 günü Berlində ötküzməkçi bolğan keng ko'lamlik yurish va birlashma namoyishga jiddiy hozirlanayotgan bir paytda 29 dekabr günü Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock va ichki ishlar ministri Nanki Fasir xonimlar bayonot e'lon qilib, o'zlarining 2022 yıllık Beijing qishliq olimpik yig'iniga qatnashmaydiganliklarini bildirdi. Ular bu vaqtdagi bayonotlarda buning Germaniya hökumətinin Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish haqidagi siyosiy qarori emas, balki o'zlarining shaxsiy qarori ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Germaniya Tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim buning sababi haqida to'xtalganda, Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarining kundan-kunga eshib berayotganligidan kuchlik andisha to'yayotganligini izohlab o'tdi. Germaniyaning yangi tashqi ishlar ministri Yeshillar partiyasiga mansub Annalena Baerbock xonim Germaniyaning umumiy saylamida o'zini bosh ministerlikka nomzod qilib ko'rsatgan va saylam safarbarligida qilgan nutqlarida ko'p qitim Uyg'urlar masalasini tilga olgan va Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumini qattiq tanqid qilgan. Agar bosh minister bo'lib saylangan taqdirda Xitoyga qarshi qattiq qo'l siyosatni yo'lga qo'ydiganligini, kishilik huquq masalasida Xitoyga qaratgan besimni yanada oshirdiganligini ochiqcha ifoda qilgan edi. Gerçi o baş minister bo'lib saylanmagan bo'lsa-mu, ammo Germaniyaning yangi birlashma hukumatida tashqi ishlar ministerligiga tayinlangan edi. Germaniya ichki ishlar ministri Nanki Fasir xonim bo'lsa faqatli koronavirusi sababidan o'zining 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'iniga qatnashmaydiganligini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim bu vaqtdagi bayonotida yana Beijing qishliq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish masalasida Yevropa ittifoqining o'rtaq qaror ilib, o'rtaq harakat qilishi lozimligini va bu masalaning hozir Yevropa ittifoqida muzokara bosqichida turayotganligini ta'kidlab o'tdi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz apandi bu vaqtda qilgan so'zida Yevropa ittifoqining 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilish masalasida texi birdek fikrga kelinmaganligini ta'kidlab o'tdi. Gerçi Germaniya hökuməti 2022 yıllık Beijing qishliq olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilish qarori olmagan bo'lsa-mu, ammo Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock va ichki ishlar ministri Nanki Fasir xonimlarning yuqorqi jasur harakati muhojiratdiki, bo'libmi Germaniyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizni alohida mamnun qildi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida, bo'libmi Uyg'urlar masalasiga izchil holda ko'ngil bo'lib kelgan Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimning yuqorqi bayonoti uchun uningga alohida rahmat aytadiganligini, ammo Germaniya hukumati rasmiy boykot qilish qarori olmagani uchun Germaniya hukumatidan 2022 yillik Beijing irqi qirg'inchilik olimpikini diplomatik boykot qilishni talab qilish maqsadida Qurultay tarafidan 2022 yili 1 ayning 4 kuni Berlində o'tkaziladigan namoyish planida bir o'zgarishning bo'lmaydiganligini va namoyishning aslidagi plan bo'yicha ilib beriladiganligini, namoyishga Germaniyadagi Uyg'urlar, Tibetliklar, Hong Kongliklar, kishilik huquq tashkilotlarining a'zolari va Berlindagi turk qarindoshlarimizdan bo'lib, taxminan 1000 dan ortiq kishining qatnashadiganligini mo'ljallayotganligini ta'kidlab o'tdi. Oldingi kunlarda Dünya Uyg'ur Qurultayi raisi Dolqun Aysa va muavin raisi Ferhat Yo'rinqashlar Germaniyaning Köln va Berlin shaharlaridagi bir qism turk islom tashkilotlarining mas'ullari bilan ko'rishib, ulardan 1 ayning 4 kuni atigan Berlinda o'tkaziladigan birlashma namoyishga ovoz qo'yishni talab qilgan edi. Qurultay markazi organining bugun istansimizga bildirishicha Berlindagi turk tashkilotlari har qaysi shaharlardan Berlinga keladigan Uyg'ur namoyishchilarga attiganlik nashta o'rinlashtirganligini va Berlindagi tashkilot a'zolari orasida namoyishga qatnashish haqida jiddiy safarbarlik boshlatadiganligi haqida Qurultay rahbarlariga va'da bergan. Namoyishchilar oldi bilan 1 ayning 4 kuni attigan soat 9 da Berlindagi mashhur Brandenburg darvoza oldida to'planadi va bu yerdan Germaniya tashqi ishlar ministerligining binosi oldiga qarab yurish qiladi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonimning yuqorqi jasur harakatiga minnatdorlik bildirish yuzasidan Qurultay tarafidan uningga rahmat aytilgan maxsus lozunka va tashakkur maktubi hozirlandi. Yaqinda Xalqaro Olimpik komitetining 2021 yildagi Tokyo yozliq olimpik musobaqasi va 2022 yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasi uchun Sharq Turkistondagi bir qism Xitoy shirkatlari bilan olimpik tanharakat kiyimi tikish to'xtami tuzganligi oshkorlandi. Axus Torning 28 dekabrdagi xabarda aytilishicha bu shirkatlarning ishlatayotgani Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlari bo'lib, bularning Uyg'ur majburiy amgaki bilan zich bog'lanishliq ekanligi yaqinqi mezgillarda zo'r g'ulg'ulga sabab bo'layotgan edi.
Bo'libmi shu qatordagi Xingyuanshan shirkati Olimpik komiteti uchun olimpik formasini tikib berish to'xtamiga qo'l qo'ygan bo'lib, ularning Xalqaro Olimpik komiteti bilan bo'lgan munosabati 2008-yildagi Beijing Olimpik musobaqasidan buyon izchil davom qilib kelgan ekan. Mazkur shirkat bilan qo'yiq aloqada bo'layotgan eng chong tor savdosi munbiri Taobao shirkati bo'lsa, Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlari ko'plab sotiladigan so'rinlarning biri ekan. Xalqaro Emgakchilar haqlari birlashmasining tadqiqotchisi Penelope Kreitz bu vaqtda so'z qilib, Xalqaro Olimpik komiteti Uyg'ur rayonida mahsulot ishlab chiqarayotgan shirkatlar bilan aloqada bo'lmasligi kerak. Ularning bu harakati ashu mahsulotlarga sherik bo'lishdan boshqa xalqaroda yana buning e'lonini qilib berganligi barobar degan. Ammo Xingyuanshan guruhining bayonotchisi bu vaqtdagi savollarga javob berib, biz Xalqaro Olimpik komiteti uchun tayyorlab bergan kiyimlarga ishlatilgan paxta davlatimizning sirtidagi joylardan import qilingan degan. Ammo bu mahsulotlarning import qilinishiga doir hujjat yoki guvohnomalarni ko'rsatib berilmagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Sophie Richardson xonim bu ahvolni ayblab, Xalqaro Olimpik komitetining Uyg'ur majburiy emgakiga bog'lanishli Xitoy shirkati bilan kiyim tikish to'xtami tuzishi bekmu nomuslik qilmish. Aslida ular buning aksini qilsa bo'ladi deb ko'rsatgan. Xalqaro Olimpik komitetining bu xildagi qilmishlari ko'p bo'lganlikdan Beijing qishliq olimpik musobaqasi izchil har sohaning keskin tanqidlariga, shuningdek bir qism hukumatlarning boykot qilishiga duch kelgan edi. 29 dekabr kuni Yahudilar dunyoni kuzatish tashkiloti o'zlarining Twitter betida uchur yo'llab, 1936-yili natsistlar Germaniyasi olimpik musobaqasini tashviqot quroli qilib, jazo lagerlarida Yahudilarni qirg'in qilgan edi. Milyonlarcha Uyg'urni jazo lagerlariga qamab bo'lgan Xitoy Kompartiyasi 2022-yili olimpik musobaqasini yana bir qitim tashviqot quroli qilmoqchi bo'layotdi dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik sababidan Amerika hukumatining 2022-yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgandan keyin buningga har xil shaklda ovoz qo'shadiganlar ko'payishga boshladi. 28 dekabr kuni Washington pochtasi gazeti bu vaqtda maxsus tahrirot maqolasi e'lon qilib, hammali kishi Beijing olimpik musobaqasini boykot qilsa bo'ladiganligini, shundaqla hammali kishining shunday qilishi lozimligini bildirgan. Maqolada ko'rsatilishicha dunyodagi eng zo'r zulm sohibi bo'lgan bir hukumat sohibxonlik qilmoqchi bo'lgan bundaq bir musobaqani boykot qilish hammala Amerikalik qila oladigan ishlarning biri ekan. Buning eng oddiy usuli Amerikadagi eng chong savdo televiziya kanali bo'lgan NBC televiziyasi mazkur musobaqani naq maydondan tarqatganda buni ko'rmaslik ekan. Abdur bu vaqtda to'xtalib, siz mushu musobaqani ko'rishga sarf qilgan vaqtingizni ahamiyatli biror parcha kitobni o'qishga yoki sayla qilishga ajrating. Bu albatta NBC ekranidan musobaqa ko'rgandan ko'p afzal degan. Chunki NBC televiziyasi kelgusi 10 yil ichidagi 6 qitimliq olimpik musobaqasini tarqatish huquqini setib olish uchun Xalqaro Olimpik komitetiga 7,7 milliard Amerika dollari pul to'lagan ekan. Abdur oxirida Olimpik komitetining poraxo'rlik va turli razilliklarga sukut qilishda qilmishlarini bayon qilib, bundaq bir musobaqani shaxslarning boykot qilmasligi amaliyotda Xitoy hukumati bilan sheriklashganlikka barobar bo'lib qoladi degan. Dünya Uyg'ur qurultayining arzi bilan 2020-yili Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 9-dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyotdi deb hukm chiqarishi xalqaroda intayin zo'r inkas qo'zg'agan. Uyg'ur sud kollegiyasining rasmiy hukmidan keyin sudning ilgirki isbot anglash yig'inlarida guvohlik bergan kishilarning biri. Sheffield Universitetining professori David Tobin Angliyadagi eng chong xabar agentliklarining biri bo'lgan Shotlandiyaliklar gazetida obzor maqolasi e'lon qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur qirg'inchiligini ixcham bayon qilib bergan edi. 29 dekabr kuni Xitoyning Angliya Edinburgdagi konsuli Machiang Shotlandiyaliklar gazetiga maktub yo'llab, ularni yolg'onchilik bilan to'lgan maqola e'lon qildi deb ko'kamili qilib norozilik bildirgan. Mazkur gazetda e'lon qilingan ochiq maktubda Machiang atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarining terrorlik va oshqo'llikning oldini olishda muhim rol o'ynaganligini, shuningdek nomrodlikni tugatib, inoqlikni amalga oshirganligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek xuddi rais Xi Jinping ko'rsatib o'tgandek, hozir Xinjiangdagi har millat xalqi onarning donisidek zich ittifoqlikda yashamoqda deb jo'ylagan. Shotlandiyaliklar gazeti mazkur ochiq maktubga bevosita javob berish o'rniga uni o'z gazetida e'lon qilgan hamda bu vaqtdagi savollarni jamoatga havola qilgan. Dаңлıq axborot kanallaridan ABC kanali yaqında Xitoy sobiq Sovet ittifoqining yemirilishini tadqiq qilgan va uningga o'xshash taqdirdan saqlanish uchun 3 saboqni yakunlagan sarlavhalik maqola e'lon qilgan.
Maqolada Xitoy Kompartiyasining davlat maxfiyatligi sifatida Sovet ittifoqining yemirilishi haqida necha minglagan mutaxassislarni safarbar qilib, nurg'un tadqiqotlarni ilib borganligi va Xitoyning bu tadqiqotlardan 3 turlik saboqni olganligi ko'rsatilgan. Maqolada 3 turlik saboqni mundaq sharhlagan. 1. Sobiq Sovet ittifoqining g'arbni butunlay chetga qoqqanligi sababli iqtisodiy krizisga patqanligini nazarda tutib, Xitoycha alohidalikka ega kapitalizmni qabul qilgan. 2. Ayni vaqtda Gorbachev Sovet ittifoqida oshkor bo'lish va xalq orasida fikr erkinligini yo'lga qo'ygan. Sovet ittifoqining uzun yil sir holatda tutgan davlat maxfiyatliklarini xalqqa oshkorlagan. Xitoy sobiq Sovet ittifoqining xalqning mushu sabablar tufaylidan uyg'onganligini ko'zda tutib, Xitoyning davlat ichi va sirtida xalq erishalaydigan barliq uchurlarni qattiq kontrol qilgan. 3. Sobiq Sovet ittifoqida 15 ittifoqda jumhuriyat, necha yuzlagan o'xshamagan millat, til va madaniyat tang mavjud bo'lgan bo'lib, 1980-yillarning 2-yarmiga kelganda sobiq Sovet ittifoqi ularga qarata mutlaq holatdagi markaziy kontrolligini bo'shatgan. Xitoy Kompartiyasi buningdan saboq elib, o'zining Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong va Tayvanga bo'lgan kontrollikni yanada kuchaytgan. Maqolada yana sobiq Sovet ittifoqining yemirilish oldidagi ahvoli bilan Xitoyning navbatdagi ahvoli o'rtasidagi farqning uncha cho'ng emasligi. Lekin Kompartiya va uning rahbari Xi Jinping uzun muddat hokimiyatni saqlab qola olamdi yo'q degan savolga har sohadagi kishilarning har xil javob berishi mumkinligi ta'kidlangan. Amerikadagi Osiyo ishlari tadqiqotchisi Dan Bilomidxal apandi o'zining Xitoyning qabohatli tushidamlik kitobida mundaq deb yozgan. Xitoy o'zining ulug'vor orzusini amalga oshirish uchun harakat qilayotganda, davlat ichida cho'nqur ichki masalalarga va partiya ichida chiriklishning kun sayin eg'irlishiga duch kelmoqda. Bilomidxal apandi maqolasida Xitoy oxirgi chekka yetdi deb qaragan. Uning qarashicha Xitoyning chirishi 2000-yillarda boshlangan. Xitoy ba'zi kasblarga chet el mablag'ining orilishini cheklagan, kollektiv egidorlik huquqini mustahkamlagan, shaxsiy ijodkorlik va yangilik yaratish ruhini bo'qqan. Tarixshunoslar, xalqaro munosabat analizchilari va kuzatuvchilar Xitoyning qaysi yo'nalishga qarab mengishini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Hong Kongliklarni bostirishi qatorliq jinoyatlarga g'arb davlatlarining qanday pozitsiya bildirishining ta'sir ko'rsatadiganligini ta'kidlashmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishcha bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.